Dunyoda xalqaro jurnallar mavjud. Masalan, Vogue, Cosmopolitan va shu bilan birgalikda El degan jurnal ham bor. Va uning ajralib turadigan taraf shundaki, El O'zbekiston degan filial ham bor. Ya'ni El O'zbekistonda ham mavjud va o'zbek tilida chiqadi. Siz qachondir mana shunday xalqaro jurnallarda ishlab ko'rgani umid qilganmisiz? Agarda shunday bo'lsa, ushbu video siz uchun, chunki biz bugun El O'zbekistonning muharrirlari bilan suhbat o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda bitta gapirib bersangiz. Ismim Shodiya, yoshim 22 da. El O'zbekiston jurnalida lifestyle bo'limi muharririman. Lifestyle o'zbek tilida hayot tarzi deb hisoblanadi. Shu mavzusida ko'p yozaman. Mana muharrir, masalan, biz yoshlar uchun bu video kontentlarni olyapmiz. Masalan, hali o'zini karyerada topmagan yoki o'z yo'lini tanlamagan yoshlar uchun ular muharrir so'zni eshitsada nimaligini bilishmasa, qanaqa qilib tushuntirib bergan bo'lardingiz? Muharrir nima ish qiladi? Bilasizmi, men uchun bu dunyoda ikki xil odam bor, ikki xil soha bor deb aytaylik. Bitta soha bor, odamlar o'ta ilm-fan bilan shug'ullanadi, yangiliklarni ochadi, prям anaqa chuqur bir xil mavzularni o'rganib chiqadi. Va boshqa odamlar bor, ular bu odamlarga qaraganda sal yengilroq sohada ishlaydi. Nimaki, ular yangi kitoblar o'qib, narsalarni ochmaydi-da, ulardan boshqa ishlar bilan shug'ullanishadi. Va muharrir va jurnalistika sohasi bu shu ikki xil odamlarning o'rtasidagi ko'prik. Chunki bizning ishimiz shundan iboratki, biz bu kitoblarni o'qib, narsalarni o'rganib chiqamiz o'zimizning sohamiz. Например, menda mavzuyim hayot tarzi bo'lsa, bu sog'lom hayot tarzi haqida. Men bu narsani har doim o'rganaman, internetda o'tirsam ham shu mavzu narsada ko'raman, kitoblarim ham o'sha shu narsa haqida bo'ladi, o'rganib chiqaman va boshqa odamlar uchun yengil tarzda tayyorlab beraman shu informatsiyani. Chunki ko'p odamlarni, boshqa sohada odamlarni vaqti yo'q, kitob o'qib, narsalarni o'rganib chiqib, chuqur o'rganib, nimadirni bilishda. Men bo'lsa shu informatsiyani olaman, oddiy tilga o'zgartiraman va uni qiziq qilib, oddiy qilib o'rgatib ko'rsatib beraman. Ya'ni siz masalan maqolalarni o'zingiz yozasizmi yoki siz ularni nima deydi, tayyor holatga keltiradigan odamsiz? Muharrir ishi xohlaymizmi, xohlamaymizmi baribirga yozuvchilik bilan bog'liq. Chunki yaxshi muharrir bo'lishi uchun o'zi ham yozish bilish kerak. Va ishda har xil situatsiyalar bo'ladi. Baribirga bir xilda yozish kerak ham bo'ladi. Muharrir, конечно, bunda to'g'ri olib qarasangiz, bu tekstni sal-pal to'g'rilab, bu stilistikasini ko'rib chiqib ishga olib keltiradigan odam. Lekin biz o'zimiz ham yozamiz. Mualliflar bilan ishlayotganimizda ularga osonroq bo'lish uchun baribirga biz ularga har xil tavsiyalar beramiz. Bunaqa yozish kerak, unaqa yozish kerak. Bu tavsiyalarni berish uchun biz o'zimiz ham shu yo'ldan o'tamiz. Muharrir bo'lish uchun siz yaxshi yozish bilishingiz kerak. Va muharrir bo'lib turib, o'zim yozaman ham, tekstlarni to'g'rilayman ham. Lekin mana o'zi asosan maqolalarni yozadigan odam ismi, lavozimi nima? Ular muharrir. Ular ham muharrir. Muharrir va mualliflar bo'ladi. Mualliflar, avtori. Mualliflar bo'ladi, lekin meni ish tajribam shuni ko'rsatyaptiki, что muharrirlar baribirga o'zi ham yozish kerak bo'ladi. Muharrir faqat tekst ustida ishlash kerak bo'ladigan odam emas, baribirga o'zi ham yozish kerak bo'ladi. Bir xil to'g'rilab yozayotganingizda ham o'sha bir xil narsalarni, bir xil joylarini o'zingiz yozib chiqishingiz kerak bo'ladi-da. Faqat tekst ustida ishlash yetarli emas yaxshi muharrir bo'lish uchun va yaxshi material chiqarish uchun. Mana muharrir bo'lish uchun boshida muallif bo'lib, keyin muharrirga o'sib chiqish kerakmi yoki? Albatta. Srazu muharrir lavozimiga kelish qiyin. Chunki bilsangiz, bizda jurnalistikada muharrir bor va tahrirchi bor. Tahrirchi bu rus tilida aytsa korrektor,
literaturniy korrektor, lit redaktor deyiladi va bor muharrir. Muharrir redaktor bu muharrir ko'proq tvorческий deb aytsak bo'ladi. Tvorческий должность deb. Chunki biz faqat tekst ustida ishlamaymiz. Biz butun kartinani qaraymiz, aytamiz, bunaqa qilish kerak-da, brend imejiga bunaqa ko'proq to'g'ri keladi, bunaqa направленияda yozishinglar kerak deb. Tahrirchi bo'lsa, uni ishi ko'proq texнический, tekstda gрамотность, как бы xatolar bo'lmasligi uchun, to'g'ri stilistikada yozib chiqish uchun ular ko'proq qarashadi. Demak, bu umuman ikkita soha. Ikkita soha. Siz odamlarga mana shu butun matn tushunarli, ma'nosi bo'yicha to'g'ri, qiziqarli bo'lishiga javob berasiz, tekshirasiz shu narsani. Tahrirchi bo'lsa, shu nuqtalar to'g'ri qo'yilganmi, to'g'ri yozilganmi, hech qanaqa xato yo'qmi, qarab chiqadi. Tushunarli, zo'r. Mana muharrir bo'lishingizdan oldin qanaqa yo'lni bosib o'tgansiz? Karyerangiz qanaqa boshlangan? Qayerda o'qigansiz? O'zi yoshligimda maktab paytida men har xil hikoyalar yozishni yaxshi ko'rardim. Как бы maktabda har xil uy vazifasida ham, например, eng yaxshi ko'rganim bu qanaqadir hikoya yozib kelish yoki hikoya aytib berish men eng yaxshi ko'rganim bo'lardi. Bir kuni men shunaqa film ko'rganman. Uni rus tilida oti Devil Носит Prada, angliskida Devil Wears Prada. O'ta bosh qahramonimiz moda jurnaliga ishga keladi. Shu filmdan keyin shunaqa ilhomlanganman, o'zimga prям so'z berganman, что men ham shunaqa atmosferada ishlab ko'rgim kelyapti, o'zimni shu moda jurnalida ko'rgim kelyapti, o'zimni sinab ko'rgim kelyapti deb o'zimga shunaqa maqsad qo'yganman. O'shandan уже jurnalistikaga qiziqish boshlaganman. Universitetda birinchi kurs bitirganimdan keyin men stajirovkaga bizani o'zimizda ishlab chiqariladigan jurnalga borganman, tahririyatiga. Bosh redaktor bilan gaplashganman, aytganman, ish tajribam yo'q, lekin juda ham o'rgangim kelyapti, o'rganishga tayyorman deganman. Ular menga shunaqa shans berganlar, ishonganlar. Birinchi boshlig'im ularda 3-4 oy stajyor sifatida ishlaganman. U ishda yozish ham kirgan, boshqa Instagram, SMM bo'yicha yordam berish, har xil endi ishlar kiradi. Shunaqa qilib birinchi tajribamni orttirganman. Keyin уже ishdan ketaman deganimda, u o'qishim bilan baravar ketganda, ular menga yarim kunlik ish taklif etgan, o'zini PR sentrida. Qaysi o'qish? Webster universitetida. Webster universitetida media jurnalistika degan sohasi bor. O'sha yerda o'rgangan, o'qirdim. Уже tamomladim. Shu birga ketib qolgan xullas. Ha, birinchi kursdan keyin o'sha ikkinchi kurs birga olib borib ko'r deb menga taklif etgan. Men senga yarim kunlik ish beraman deb anaqa такое предложение qilganlar. Men olib borib ko'rganman. Конечно, qiyin bo'lgan endi ish bilan o'qish olib borish, lekin juda qiziqardim o'sha shu sohaga. Baribir qiyinroq bo'lsa ham o'rganganman, ishlaganman. O'sha yerda birinchi katta tajribamni orttirganman. Yarim yil PR center va tahririyatlarda ishlaganman. Keyin o'zimni sog'lig'im bo'yicha ishdan ketishga qaror qilganman. O'sha ikkinchi kursimda bir necha oy keyin o'zimga qarab, o'zim uchun maqsadlarimni qo'yib, o'ylab, analiz qilganman-da, tajribamni, nima ish xohlamayman, qayerga borgim kelyapti deb. Keyin yana proyektlarga chaqirishgan, ular уже более творческий, более как proyekt menejer sifatida bo'lgan tajribam. Lekin bir necha oy o'tdi ham ishlab, o'zim uchun tushunib yetganman, оказывается, baribirga tahririyatda ishlagim kelayotgan ekan. Ayniqsa moda, go'zallik va sog'lom turmush tarzi haqida yozaman deb shunaqa naklonli yo'nalishda ishlagim kelayotganini o'zim uchun tushunib yetganman. Websterda, ya'ni o'tda ham o'qiyotgan sohangizda shunga yordam beradigan narsalarni o'rgangansiz. Albatta. Ha, media bo'lgan, endi baribirga praktik teoriyani o'tda o'rganasiz. Shunaqa bo'lgan, что o'tda teoriyani o'rganib turib, sразу praktikamda sinab ko'rganman hamma o'tgan narsalarimni. Mana qarang, darrov farqlash ham qiyin bo'ladi-da. Masalan, muharrir, jurnalist, tahrirchini tushunding nima qilishini. Muharrir bilan jurnalistning orasida qanaqa farq bor? Jurnalist bilaman, masalan, qanaqadir mavzu bo'lsa, o'zi borib, o'zi shu ma'lumotlarni yig'ib olib, savollar berib odamlarga butun holatni qanaqa ekanligini, ma'lumotini aniqlashtirib olib, to'plab keladi, keyin shuni qog'ozga matn ko'rinishida yoyib beradi. Например, qarang, shu mana jurnalist bilan tahrirchini orasida baribirga такой промежуток qolyapti-ku, что jurnalist bordi,
hamma informatsiyani savollab berdi, informatsiyani yig'ib keldi, olib kelib matnga qo'ydi. Endi shu matnni qiziq qilib, to'g'rilab, как бы, например, jurnalda ishlasangiz, там yoki televideniyada ishlasangiz, ularni o'zini stilistikasi bo'ladi, o'ziga mos bir направленияsi bo'ladi. O'sha ularni stilida qilib berish kerak. Hamma bilan bir xil bo'lish kerak emasligi uchun-da. Demak, shu sizlarni muallifinglar bu o'sha jurnalistlar. Ha, muallifimiz как журналистика, как jurnalist deb hisoblasak bo'ladi. Ular bizga informatsiyani yig'ib olib kelib beradi, to'plab endi uni tekst sifatida qo'yib beradi. Biz ularga yordam beramiz, uni shu brend sifatida, как бы brendi stilida bergani. Чтобы biz, например, hamma jurnalistlar bir xil ishlolmaydi, hammani o'zini baribirga почерка bo'ladi. Ishda hamma brendning o'zini stili bo'ladi, o'zini qanaqa qilib informatsiyasini beradigan. Endi tushunyapman. Ya'ni jurnalistlar, mualliflar har xilchasiga yozib kelishadi. Siz bo'lsa, mana aytyapsiz-ku, brendni o'zini stili bor, o'zini yo'nalishi bor, o'zini uslubi bor deyapsiz-ku. Siz qanaqadir filtr bo'lsangiz kerak. Ya'ni o'sha brendga moslashtirib beradigan filtrsiz. Ha. Например, hamma informatsiyani именно bizani o'zimizni brendimizga moslab, uni uslubida chiqarib berish. Ya'ni masalan siz bo'lmasangiz, brend o'zini qanaqadir umumiy uslubini, umumiy ko'rinishini yo'qotib qo'yishi mumkin matnlarda. Albatta. Mana shu uslubni, ya'ni stilni buni siz hal qilasizmi qanaqa bo'lishini, yoki masalan bu yoqqa muharrir bo'lib kelganingizdan keyin sizga mana bunaqa uslubda yozamiz, mana shunaqaga to'g'rilash kerak deb tushuntirishadimi? Xorijiy jurnal bo'lgani uchun uni o'zini uslubi bor, yillar bo'yicha ishlab chiqarilgan Fransiyada, ammo bu jurnalni, bu uslubni baribirga xohlaymiz ham, xohlamaymiz ham o'zimizni shaharimizga moslab, baribirga moslashimiz kerak-da bu uslubni. Davlatimizga moslashimiz kerak. Biza, конечно, bizda o'z boshida shunaqa maqsad qo'yilgan edi. Har bitta muharrir o'zi o'ylab chiqish kerak edi, o'zini bo'limini qanaqa qilib moslashi mumkin bizda. Чтобы uni ichida Fransiyadan kelgan original uslub ham qolsin, lekin bizga ham mos bo'lsin. Biz shu stilni endi haligacha ustida ishlaymiz, chunki bu oson ish emas, bir necha oy ichida bo'ladigan ish emas. Bunaqa uslubda qilib ko'ramiz, bunaqa sal-pal o'zgartirib berib ko'ramiz odamlarga informatsiyani. Ulardan keyin обратный связь olishga harakat qilamiz. Bilish uchun bizning uslubimiz to'g'ri kelyaptimi yoki to'g'ri kelmayaptimi. Shunaqa qilib ishlab chiqaramiz. Bu ham muharrirlarning ishi-da, bu uslub ustida ishlash. Tushunarli. Mana sizga muharrir sifatida qanaqa skilllaringiz juda ham muhim. Ya'ni muharrir bo'lish uchun qanaqa odam bo'lish kerak o'zi? Chunki mana siz masalan odamlarga nima o'qish yoqyapti, nima yoqmayapti yoki masalan qanday uslubdagi matnlar yoki maqolalar ularga kiradi yoki kirmaydi. Shu narsalarni aniqlaysiz masalan, to'g'rimi? Shu narsalarni sezishingiz kerak. Keyin masalan mualliflar bilan muloqotda bo'lishingiz kerak. Qanaqa skilllar siz kabi odam uchun juda ham muhim? Xohlaymiz ham, xohlamaymiz ham muharrir bo'lish uchun, yaxshi mutaxassis bo'lish uchun hard skillslar обязательно kerak bo'ladi, o'zini направленияsi bo'yicha. Например, bizda jurnalistikada muharrir bo'lasizmi, tahrirchi bo'lasizmi yoki muallif bo'lasizmi, siz yaxshi yozish bilishingiz kerak. Buning uchun har doim kitoblar o'qishingiz kerak, o'zingiz ustida ishlashingiz kerak, o'zingiz tekstlaringiz, yozishingiz bo'yicha ustida ishlashingiz kerak. Ko'p narsalar o'rganishingiz kerak har doim. Bitta joyda turishingiz kerak emas. Xuddi shunaqa har xil tillarni обязательно bilishingiz kerak. Rus tili bo'ladi, o'zbek tilimi, ingliz tilimi va boshqa tillarni o'rganib borish kerak. O'zining направленияsiga kerak bo'lgan spesifik bir ma'lumotlarni bilish kerak, o'rganish kerak. Buning uchun endi высшее образование baribirga oliy ma'lumotli bo'lish обязательно deb o'ylayman, shart deb o'ylayman. Lekin oliy ma'lumotli bo'lmasa ham, talanti bo'lsa, o'zini qanaqadir intuitiv, ya'ni tabiiy qobiliyatlari bor bo'lsa, u odam masalan shunaqa ishga kira oladimi? Bilasizmi, men bu o'zi mavzuni juda ko'p o'rganganman, chunki meni, например, даже oilamda ham, yaqin o'rtoqlarim orasida ham bor oliy ma'lumot kerak deb o'ylaydiganlari, shart emas deb o'ylaydiganlari. Lekin siz qancha talantli bo'lsangiz ham, qancha talantingiz bo'lsa ham, qancha qobiliyatli bo'lsangiz ham, baribirga
nima desam ekan, universitetga sal-pal boshqacha yondosh bilan qarash kerak deb o'ylayman. Bu universitet har doim ham именно ishingizga tayyorlab berib, siz o'sha universitetda o'qib chiqsangiz, 100% yaxshi ishda ishlaysiz degani emas. Ammoki mana именно shu hard skill, soft skillslarni o'rgatadi. Bu nima o'zi, nimaga kerak, qanaqa buni ishlatsangiz bo'ladi. Va Jamiyat bilan muloqot qilish. конечно, boshqa odamlar bilan muloqot qilish, chunki ishda ham har xil odamlarni ko'rasiz-da, juda har xil xarakterli, ular ishga har xil desam ekan, har xil taraflama qaraydi. Har doim ham hamma professional o'zini tutmaydi, ammoki shu universitetlar shu ishga ko'proq sizni tayyorlab beradi. Именно mana shu hard skill, soft skill taraflardan. Hech bo'lmasa, nima deydi, xarakter bo'yicha va Sal-pal zakalять qilib beradi sizni. Chiniqtiradi, ha. Shu ishga chiniqtirib tayyorlatadi. Mana qarang, haliga aytib o'tdim-ku, mana sizlarni o'qiydigan odamlar nimani o'qish yoqtiradi, ularga nimani o'qish yoqadi, ularga yoqadigan matn chiqarib berish siz tushunishingiz kerak-ku. Shu narsani qanaqa tushunasiz? Men o'zim psixologiyaga qiziqaman. Baribirga psixologiyaga qiziqib, o'zingiz ustingizda ishlash boshlaganingizdan keyin boshqa odamlarni ham tushunish boshlaysiz. Например, ularni hayotiga qaraysiz, hayot tarziga, qanaqa problemalari borligiga-da, shundan o'zingiz uchun analiz qilasiz. Analiz qilib o'ylaysiz, qanaqa informatsiya buning uchun yaxshi, полезный bo'ladi yoki qanaqa informatsiya o'qisa, shu balkim hayot problemalaridan sal-pal cheklashib, xursandchilikda o'ziga olib keladi. Shundan endi ko'p odamlar o'zingiz, например, psixologiya yoki ko'p odamlar bilan gaplashib, ularni analiz qilgan saringiz, уже yaxshiroq tushunish boshlaysiz. Shu tushunishingizga qarab, nima desam ekan, naверное, intuitsiyasiz уже ko'proq sizga ochiladi-da, intuitivno bu narsalarga qarash boshlaysiz. Oy, naверное, ko'p odamlardan eshityapman, что ularda bunaqa sohada qiyinchilik bo'layotgan ekan. Значит, shu muammoni men o'zimni bo'limim bo'yicha qanaqa qilib chiqarib bersam bo'ladi-da. Например, kimdir nima desam ekan, sog'ligi bilan ko'p problemalar bo'lyapti. Ko'p, например, eshityapsiz, что kimdir ozmoqchi yoki kimdir, например, chiniqmoqchi. Siz o'ylash boshlaysiz, tak bu bunaqa tarz, hayot tarzini olib boradi. Значит, bunga qanaqa informatsiya yaxshi to'g'ri keladi? Bunga aytish kerak, что vaqtida uxlash kerak, vaqtida ovqat yeyish kerakligi, nimaga bu narsalar muhimligini уже tushuntirib berishga, o'sha maqolalarim orqali, kontent orqali tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu, например, men o'zimni bo'limim bo'yicha aytyapman-da. Menda bo'limim hayot tarzi deb nomlanadi. Endi masalan, mana qarang, muharrirlar mana 100% mutaxassis, lekin necha foiz ijoddan iborat, necha foizi nima deydi, qanaqadir texnik qobiliyatlardan iborat. Ya'ni necha foizi ijod, necha foizi aniq bir skilllar, aniq bir skill va bilim. Juda ham qiyin, to'g'risini aytsam, bu savolga javob berish, chunki siz ishlayotgan kompaniyaga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Masalan, biz hozir aytib o'tdik, что uslubimiz ustida ishlayapmiz, endi yaqinda bu rынокка kirib keldik, odamlar bilan endi gaplashib, ulardan обратная связь olyapmiz, yoqyaptimi, yoqmayaptimi. Hozirgi paytda 30-40%, наверное, ko'proq hard skills, texnik, да, texnik anaqa qobiliyatlar. Texnik qobiliyatlar, 70-60% ko'proq ijod. Mana qarang, boshida aytdim-ku, ya'ni siz muharrir bo'lishdan oldin muallif rolida bo'lib ko'rgansiz. Muallifdan keyin muharrir bo'ldingiz. O'zi bu yo'nalishda, bu karyerada yo'l, narigi yo'l qanaqa? Mana muharrirdan keyin yana kim bo'lishingiz mumkin? Agarda o'sadigan bo'lsangiz. Bosh muharrir. Bosh muharrir, okey. Bosh muharrir nima qiladi? Qarang, наверное, bunaqa aytsam noto'g'ri bo'ladi. Muallif, например, siz boshida muallif bo'lib ishlaysiz, o'rganasiz va kompaniyada endi ko'p har xil должностьlar bor. Jurnalistika ham shunaqa bir katta soha. O'tda ishlar juda ko'p, har kuni qanaqadir yangi ish joylari chiqyapti. Oldin, например, brand manager, PR managerlar bo'lmasa, hozir уже ular ham bor. Bir xillar bo'ladi, muallif bo'lib keladi, muharrir bo'lib keladi. Shu
uslublar ustida ishlashni o'rganadi o'zi uchun tushunib yetishi mumkin. Unga, оказывается, там, например, ko'proq PR sohasi qiziqroq ekan. Там shu brendni imidji ustida ishlash, shu uslublarini to'g'ri keltirishda u tarafga o'sib ketishi mumkin. A u yerda уже katta bo'lib ketadi. Например, siz bu kompaniya, endi xohlaysizmi xohlamaysiz, hamma kompaniya bu bitta vaqtli joy. Hech kim hech qachon kelib butun hayotim shu joyda ishlayman deb aytolmaydi. Постоянно o'sasiz. Как бы точка роста-da har bitta kompaniya, har bitta yangi joyingiz bu точка роста. Как бы boshqa joyga o'sasiz. Har doim bo'ladi tam zo'rroq joy, zo'rroq ish endi. Например, siz muallif bo'lib kelsangiz, muharrir bo'lib o'sishingiz mumkin. Muharrir bir bo'lim muharriri, u bo'limlar ham har xil bo'ladi-ku. Bir xil bo'limlar juda katta bo'ladi, bir xil bo'limlar kichkinaroq bo'ladi. O'zingiz uchun, например, o'sish uchun kattaroq bir bo'limga o'tishingiz mumkin. Kattaroq bir bo'limni muharriri bo'lasiz. U yerda sizda mualliflar ham ko'proq bo'ladi. Mualliflardan tashqari tam boshqa balki menejerlar bilan yoki IT spetsialistlar bilan ishlash boshlashingiz mumkin. Как бы обязанностьlaringiz ham o'sib boradi. Keyin oxiri, конечно, endi tahririyatda eng katta lavozim bu bosh muharrir, bosh главный redaktor deyiladi rus tilida. U полностью как бы hamma narsaga javob beradi. Brendda o'sha jurnalist, qanaqa u o'sha fotosiyomka, ijodiy taraf ham, texnический taraf ham siz unaqasida ya'ni o'tda nafaqat matnli, o'tda hamma narsa, ya'ni hamma narsa jurnalni umumiy ko'rinishiga javob beradigan odam, umumiy ko'rinishda uni ushlab turadigan odam. Ha, o'sha jurnalni yuzi bo'ladi-da. Hamma narsaga отвечать qiladigan. Demak, hozir biz sizni ofisingizdamiz. Juda ham stilga boy, shinamgina joy ekan. Hattoki binoni ko'rib turibman, haligi quyosh panellari o'rnatilgan, stolda nima, daraxt o'syapti, stolning o'rtasida, ekranda ko'rib turibsizlar hozir u narsani. Sizdan so'ramoqchiman, mana kelasiz har kuni mana shu joyga. Kuningiz nimadan boshlanadi? Muharrir sifatida. Конечно, birinchi очередda hamma bilan salomlashib, gaplashib, ozgina kimni kuni qanaqa boshlandi, nima yangiliklar bor haqida gaplashamiz. Bir xillarda sal-pal choy damlab, sal-pal o'zimizning ishimizga tayyorlanamiz. Vibe to'g'rilaysiz. Da, birinchi очередda vibe, atmosfera. Keyin ishimizni boshlaymiz. Mana ishingiz, aynan ishni o'zi nimadan boshlanadi har kuni? Birinchi очередda kompyuterimni ochaman. Bizda kompyuterda Notion degan programma bor. O'sha Notionda planimga qarayman. Nima ishimiz tayyorlashimiz kerak bu haftaga, keyingi haftaga, bu oyga, o'shanga qarab o'zimga plan yozib chiqaman. Kun bo'yicha bugundan bu mana ishni tayyorlashim kerak, buni bitirishim kerak. Bir xillarda tam strechalarimiz bo'ladi, sazvonlar bo'ladi. O'shalarga moslashtirib, kunimga tartibimni yozib chiqaman. Mana bunaqa shakllantiraman savolni. Matn bilan, maqolalar bilan har kuni ishlaysizmi? Ya'ni har kuni qaysidir matnni, maqolani muharrir sifatida to'g'rilaysizmi yoki u har kungi ish emasmi? O'zi bundoq qaraganda, bu har kuni qilish kerak bo'lgan ish emas. Lekin bizda hozir endi baribir endi boshlaganimiz uchun, rivojlanayotganimiz uchun baribir har kuni matn bilan ishlash kerak bo'ladi. Хотя бы bitta matnni o'qib chiqib, uni tahrirlab, sal-pal to'g'rilab, unga обратный feedback beraverish uchun. Bir xillarda o'zim ham yozishim mumkin. Endi bu bilasizmi, baribir tvorчество bilan bog'liq-ku, bir xillarda ilhom bo'lmay qolishi mumkin yoki bir xillarda ilhom ertalabdan kelib ketsa, uni qancha uspet qilsam shuncha mayli yozib ola qolay deb o'ylayman-da, baribir paka yaxshi yozyapman, paka ilhom keladi. Mana tasavvur qilaylik, mana jurnalda aytaylik 100 ta maqola bor, misol uchun. Bitta jurnal ichida, bitta sonni ichida 100 ta maqola bor deylik-da, o'sha 100 ta maqolani ichida nechtasini ustida siz ishlaysiz? Например, 20 ta deylik. 20 ta juda ko'p. Bo'ldi. Например, bizda har bitta jurnalda 20 tadan maqola bor desak, uning ichidan 4 ta 5 tasi menga yoki 3 ta 4 tasi. Chunki endi tvorческий o'tda maqolalar bor, fotosessiya. Endi bizda moda haqida-ku jurnal. O'tda bizda maqolalarimiz har doim ham katta bo'lmaydi. Bo'lingan endi o'zini bo'limlariga bo'lingan bo'ladi. Tam 40%, например, moda haqida обязательно bo'lish kerak, 20% go'zallik haqida bo'lish kerak, 10% kultura, 10% hayot tarzi, 10% tam intervyular. Haligi akvamarin bu yili modada emas, bo'ldi, tugadi.
Yo'q, endi bunaqa darajagacha emas. Sal-pal, конечно, yozamiz. No, endi o'ta ko'p aksent baribir suratlarda bo'ladi-da. Mana qarang, maqolani oxirida muallif va ism familiyasi yoziladi-ku. Sizni ham qayerdadir belgilab ketishadimi? Albatta. Ya'ni muallif bilan birgalikda. Jurnal hozirgi paytda jurnal uchun, El O'zbekiston jurnali bo'yicha uchun men o'zimni bo'limimda o'zim yozaman. Именно jurnal uchun. Chunki bu temalar baribir endi nima desam ekan, qiyinroq. Chunki to'nki, например, psixologiya haqida yoki sayohat haqida yozamiz yoki sog'liq haqida yozamiz. Endi bu narsani har doim ham odamga berib qo'ya olmaysiz. Ya'ni qaysidir maqolani butunlay o'zingiz yozasiz. Albatta, chunki men o'zimni bu narsa tajribam bor. Meditsina sohasida, jurnalistikada именно ishlaganman. Meditsina bilan bog'liq, o'sha terminlarni bilaman, bir xil ekspertlarni bilaman. Nimadirda уверенный bo'lmasam, o'sha bilaman kimga chiqib, unda bu narsani точныйmi, точный emasmi qilish. Chunki sog'liq haqida xohlagan narsangizni yoza olmaysiz. Buni keyin o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Boshqa odam o'qib shu narsani qilsa, keyin unga nimadir bo'lib qolsa, baribirga mas'uliyatli narsa. Qaysidir maqolalar uchun siz to'liq muallif sifatida ko'rsatilasiz. Jurnalda ham masalan muallif sifatida siz ko'rsatishadi. Tushunarli. Mana xo'p, ish mobaynida mana bir oy ichida asosan kimlar bilan muloqotda bo'lasiz? Mualliflar bilan asosan bo'lasiz muloqotda, tushunarli. Ish anaqalarim bilan, bular kimlar? PR spetsialist bor, productionlar bor, syomkalarni prodyuserovat qiladigan kreativniy direktor borda. Boshqa bo'limlar mualliflari bilan bir xil muloqotda bo'lamiz. Xohlamasam IT spetsialistlar bilan, IT sferasi sal-pal men uchun qiyinroq, lekin baribirga ishimiz yaxshiroq bo'lishi uchun ular bilan ham muloqotda bo'lamiz. Ular narsasini ham bir xil o'rganish kerak. IT spetsialistlar nima uchun javob berishadi? Например, biz veb-sayt olib boramizku. Baribirga saytda bu ham muharrir ishiga kiraniqi muharrir vazifalar orasida bor. Siz o'sha maqola tayyor bo'lgandan keyin uni saytga joylashtirish kerak. Uni adminkadan joylashtirasiz. Baribirga muharrir ko'rib chiqib oxirida faqat muharrir biladi-da, u maqola shunaqa ko'rinishi kerakmi yoki bunaqa ko'rinishi kerak emasmi? Chunki biz o'zimiz baribir adminka kirib ishlaymiz, rasmlarni to'g'irlaymiz, rasm tagida baribirga biz hamma bilan muloqotda bo'lganimiz uchun ot familiyalarni to'g'ri yozib chiqish, hammasini o'zimiz adminka kirib ishlaymiz deb baribirga. O'shanda har xil qiyinchiliklar bo'ladi. Bir xilda ishlamay qolishi mumkin, veb-sayt yoki adminka. O'shanda IT spetsialistlar bilan baribirga ishlaymiz. Tushunarli. Qarang, biz har doim qaysidir mutaxassislar bilan gaplashsak, ularni ish haqida ularga stereotiplarni aytib chiqamiz-da. Ular keyin mana shu stereotiplar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aytib chiqishadi bizga. Hozir men sizga birma-bir o'qishni boshlayman. To'g'ri yoki noto'g'ri deysiz, shu bilan bo'ldi xolos. Tak, mana masalan, muharrirlar ishning asosiy qismi faqat matnlarni tuzatishdan iborat. Noto'g'ri. Muharrirlar ijodiy emas, balki texnik mutaxassislar hisoblanadi. Вообще noto'g'ri. Muharrirlar ishida chuqur bilim talab qilinmaydi. Bu faqat texnik vazifalar. Yo'q, unaqa emas. Butun intervyuimizda nimaga unaqa emasligini ham aytib o'tdik. Shu. Barcha muharrirlar o'qimishli va juda boy lug'atga ega. Shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Va sizda shunaqa. Kompaniyangizda mana hozir muhit ko'rib turibman. Qanaqa muhit bor? Ya'ni do'stona muhitni qanaqa qilib saqlab turasizlar? Qanaqa atmosfera o'zi kompaniyalarda? Masalan, ba'zi kompaniyalar bor, u yerda hamma ishga qarab turadi, ishga yo'naltirilgan, bir-biri bilan uncha gaplashmaydi, gaplashsa ham faqat shu obed paytida, haligi tushlik paytida. Bir xil kompaniyalar bor, haligi juda ham ijodga boy, erkin, haligi ba'zida bir kun o'tadi, umuman ishlashmaydi, ba'zida bir kun o'tadi, faqat ish bilan band ular. Sizlarda qanaqa? Наверное, bizaniki ko'proq shu ikkinchi o'tib o'tgan anaqasiga ko'proq mos keladi. Bizda neformalniy, baribirga свободный, juda tворческий, hamma kelib, gaplashib, bir-biri bilan hazillashib, kunini boshlasa bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan har kuni ishlarimiz bo'ladi, ularni bajarishimiz kerak ham bo'ladi. Hamma bari o'tirib ishini qiladi. Просто nima desam ekan, определенный рамkalar yo'q ishimizda-da. Типа именно mana shu soatdan mana shu soatgacha shu ishni bajarishing kerak, gaplashish mumkin emas, unaqa emas-da. Endi ishimiz более творческий bo'lgani uchun, наверное, ko'proq erkinlik bizda bor. O'tdan bu yoqqa chiqib yoki boshqa xonaga chiqib ishlashimiz ham mumkin. Agar vdохновение bo'lmayotgan bo'lsa yoki kimdir xalaqit berayotgan bo'lsa. Mana siz har bir jurnal qanchada chiqadi? 2 oyda. 2 oyda.
2 oy ichida siz masalan shu 4 ta 5 ta maqolani ustida ishlab, uni bitirib bersangiz, vazifalaringiz bitta desak bo'ladi. Har doim emas, endi baribirga komandniy ish bu yerda ham bo'ladi. Har xil bo'limda har xil problemalar chiqib qolishi mumkin. Hech kim kutmagan, hech kim mana o'ylamagandek. O'shanda yordamingiz kerak bo'lishi mumkin. Endi uning uchun siz yordam berishingiz kerak deb o'ylayman. Chunki baribirga bitta komanda, bitta proyekt ustida ishlayapsiz. Faqat o'zim ishimni qildim, bo'ldi, ketdim emasdek. Yordam kerak bo'lsa, boshqa joylarda ham yordam beramiz. Endi oxirgi savolni beraman. U sal makro savol. Kompaniya, ya'ni sizlarni mana bo'liminglar kelajakda qanday maqsadlarni ko'zlamoqdasizlar? Ya'ni kelajakda qanday vazifalar qo'yilgan, qanday maqsadlarga erishmoqchisizlar? Mani bo'limim hayot tarzi muharrir sifatida men o'zi har doim birinchi bilasizmi, katta sellik qo'yamanda, keyin u katta seldan kichkina sellik qo'yib chiqishga harakat qilaman. Конечно же, katta sel maqsadimiz shundan iboratki, hamma odam baribirga o'z hayot tarzini sog'lomlashtirish va yaxshiroqda hayot sifatini ko'tarish maqsadim. Shu maqsaddan, shu katta bitta maqsaddan chiqib kelib kichkina maqsadlar qo'yamiz. Например, agarda hozir bizga teoriya berayotgan bo'lsa, что sog'lom hayot tarzi uchun bunaqa bo'lish kerak, bunaqa qilishingiz kerak deb informatsiya berayotgan bo'lsa, keyingi bizani bosqichimiz bu teoriyani biz bilan birga praktikaga qilib ko'rish, praktikada sinab ko'rish maqsadini qo'yganmiz. Например, bizani o'qiydigan odamlarimiz uchun shunaqa proyektlar haqida hozir o'ylayapmiz, ishlayapmiz ularning ustida, har xil kollaboratsiyalar ustida, чтобы shunaqa bir ular uchun imkoniyat yaratmoqchimizki, чтобы ular ham kelib o'zini hayotida sinab ko'rsin. Sog'lom tarzi bu qanaqa? Sog'lom tarz uchun nima kerak? Qanaqa qilib ko'rish kerak? O'sha birinchi qadamlarini qanaqa bosish kerak? O'shanga biz yordamchi bo'lmoqchimiz. Odamlar adashib qolmasligi uchun sog'lom deganimizda bu nafaqat sog'liq, ya'ni organizm sog'lig'i, bu mental, ya'ni psixologik sog'liq ham nazarda tutilyapti, to'g'rimi? Polностью sog'liq. Odam sog'lom bo'lishi uchun bunda fizika va mental sog'liq ham kerak. Ikkalovi baravariga bo'lishi kerak. Sizga katta rahmat. Sizga ham rahmat. Ishingiz juda ham qiziq ekan va ishingiz haqida shunaqa chuqurlashib, to'liq ma'lumot berganingiz uchun katta rahmat. Agarda u kim mana shunday kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsa, ularga bitta ikkita tavsiya berishingiz mumkin. Birinchi maslahatim shundan iboratki, hech qachon orzu qilishni tashlab qo'ymang va unutmang. Har doim orzu qilsangiz, shuni o'zingizga maqsad qilib qo'ysangiz, shuni istasangiz, baribirga bir kun shunga erishasiz, shunga kelasiz va hamma narsa bu hayotda mumkin, rostdan o'xshashi mumkin. Agarda chin ko'ngildan shuni istab, shunga yursangiz, shu tarafga qarab yursangiz. Ikkinchi maslahatim, hayotingizda har bir ro'y berayotgan narsani o'zingiz uchun tajriba deb hisobga oling. Chunki rostdan hamki yomon narsami, yaxshi narsami bo'lyapti, u narsani siz o'zingiz uchun tajriba qilishingiz mumkin. O'sha tajriba sizga o'sish uchun, yaxshiroq hayot yashash uchun har doim yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, har xil kasblar bor, har xil mutaxassislar bor. Kim qayerda ishlashni xohlasa va oxirigacha borsa, ular mana shu nuqtagacha yetib borishadi baribir va shunchaki qiziqqan narsangizga chuqurroq qiziqib, u uchun o'shanaqa odam bo'lish uchun nima kerak ekanligini o'rganib, shu narsalarga intilib turish kerak va asnovi sizga bu narsada yordam berishi mumkin. Shodiya, sizga katta rahmat. Juda ham katta rahmat. Xullas, bu El O'zbekiston edi va bunday jurnalda ishlash uchun qanday odam bo'lish kerak ekanligi haqida bilib oldingiz. Agarda qaysidir skilllaringizni, ya'ni qobiliyatlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz yoki qaytanga uyg'otmoqchi bo'lsangiz, Asnov platformasi sizga yordam berishi mumkin. Chunki Asnov platformasida barcha qobiliyatlarni rivojlantirish uchun barcha kurslarni topishingiz mumkin. Havola video ostida.